Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida o'zining eng tezkor yangiliklari bilan O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. UFC jangchisi Beneil Dariush, Ilya Topuria hamda Charles Oliveira o'rtasida bo'ladigan chempionlik jangi haqida fikr bildirdi. Menimcha bu yaqin jang bo'ladi. Charles rostdan ham kuchli jangchi. U ajoyib jiu-jitsuga ega va turishda ham juda kuchli. Charlesning aynan zarba texnikasi Ilya uchun jiddiy muammoga aylanishi mumkin. Chunki bu texnika yaxshi bokschilarga qarshi juda xavfli. Uni klinchlarda harakatlari va tizza zarbalari Topuriani sekinlashtirishi mumkin, dedi Beneil Dariush. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Charles Oliveira va Ilya Topuria o'rtasidagi jangda aynan kimni favorit deb bilasiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Islom Maxachevning yaqin do'sti Habib Nurmagomedov islom masalasida UFC prezidentiga murojaat qildi. Yengil vazn toifasida sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedov promotion rahbari Dana White'ga yuzlandi. 36 yoshli Habib Dana White'dan imkon qadar tezroq vazn toifasidan qat'iy nazar UFC jangchilari reytingini peshqadami Islom Maxachevning navbatdagi jangini rasman e'lon qilishini so'ramoqda. Dana Islomga jang manzilini jo'nat deya o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida UFC rahbari Dana White'ga murojaat yo'llagan. Habib Nurmagomedov o'z o'rnida Islom Maxachev ham Burgutning bu murojaatini e'tibordan chetda qoldirmadi va "kut" deb bitta so'z bilan munosabat bildirdi. Yengil vazn toifasida hardcore face sobiq chempioni tojikistonlik MMA jangchisi Fazliddin Madrahimov o'zbekistonlik Amirxon Alixo'jayev bilan jang qilish istagini bildirdi. Menga Alixo'jayev bilan jang qiziq. Humo arenada bo'ladigan keyingi turnir uchun allaqachon jang taklif qilishdi. Men tayyorman. Sen tayyormisan Alixo'jayev? Men seni muddatidan oldin yengaman. Inshaalloh shunga harakat qilaman. Albatta agar sen jangni qabul qilsang, qochmasang, O'zbekistonda 2 marta jang qildim. Sen uchinchisi bo'lishing mumkin. Shunday ekan, agar yaxshi jangni xohlasang rozi bo'l, deydi Madrahimov. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, Fazliddin Madrahimov Muhiddin Mamajonov bilan 2 marta jang qilib, birida durang qayd etgan va ikkinchisida g'olib bo'lgan. So'nggi jangida esa Doston Bozorovga imkoniyatni boy bergandi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Tojikistonlik jangchi Fazliddin Madrahimovni o'zbekistonlik Amirxon Alixo'jayev yuta oladimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Qadrli do'stlar, hozirgi qisqa dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Qadrli do'stlar, bugun yana bizda bir nechta videolar bo'ladi. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.